Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan navbatdagi joyimiz Koson tuman Oqsalla qishlog'i. Mana shu ko'rib turgan bedazorlaringiz 26 gektar bedazor va mana bu mol ferma sotiladi. Mol fermani hududi 4 gektar. Umumiy maydon 26 gektar bedapoya и 4 gektar mol ferma. 30 gektar yer maydoniga ega. 500 bosh qoramol, 500 bosh kichik mollar boqish uchun mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin. Ofis binosi yoki ishchilar uchun qulayliklar berish uchun bino. Mana bu tomonda ham yemxona, hasharxona uchun binolar bor. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda bu ferma faoliyat yuritib turibdi. Mana tarozilargacha bor. O'z texnikalarga ega. Mana bu tomonda ham mollar bor, ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonda boqma ho'kizlar bor mana. O'ttiz gektar maydonga joylashgan ushbu molxonamiz. Maxsus texnikalar bor. Ya'ni tilishga traktor, o't o'radigan, o't maydalaydigan barcha imkoniyatlarga ega. Ya'ni yemxonasi bor misol. Ishchilar uchun yotoqxona yoki ofis binolari bor. Mana bu yerda alohida qo'yilgan mana mollar sortiga ajratilib ho'kizlar. Bu joyga qiziqqanlar uchun aloqa raqamlarini pastda qoldiraman. Bu joyimiz ham muddatli to'lovga, ya'ni kreditga beriladi. Aloqa raqamlarini pastda qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Bizning xizmatimizni hisobga olgan holda like va podpiska bosasiz degan umiddaman. Rahmat.